Assalomu alaykum. 80 yil oldin qilishim kerak bo'lgan narsa. Toshkentda mana yurgan mashinam emas bu, lekin nima qilganmiz? Diskga qo'yganmiz, perforativniy opornilar bilan zavodskiy. Keyin avtomaksimumni bilasizlar, sindoshim. E60 berganlar mana. Turuvini ko'ringlar. Mana ligirovkalar o'zida polniy full. Endi bag'i endi o'zimizga endi. Ey maqtanmay deyman uni. Cobalt uchun butun umr orzu mana bu narsa bor. Bu narsani ko'ryapsizlarmi? Islomxon, nima yo'lyapsiz kameradan? Mana shu butun umrli orzu. Ishlarida qaranglar. Sideniyani avtomaksimum bergan, ustanovkani Islomxon qildi. Avtosarpo. Qo'qonda kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, shu ko'larmi kelib miyalarasizlar. Hali hamma biladi, metochilishini oldin Anor kafe bo'lgan, hozir Hayat hali avtomobil sotadigan avtosalon, короче. Shuni orqasida. Peritashga xizmati ham bor, aytmabman. Kurtkani peritashga qilsiz orqasini. Peritashga xizmati ham bor, mana. Ustani yomoni mana shunaqa bo'ladi. Damasi kelib. Voy Damasga yangilik bor ekan. Damaschilar bormi? Damas. Gentra. To'g'risini bor, Nexia. Xullas, material tikish, bichish, boy narsadan muammo yo'q. Omaddan ham samagan ekan. Ha, bu aka ashe endi elektriklarda ashe Yomanash Vilisi mana shu odam bo'ldi. Hali ko'pchilikda fikr bor-ku, inomarkani sideniyasini qo'ysam mashina tor bo'lib qoladi. Bo'lmaganga. Distansiya mana. Men eng oxirida turibdi mana distansiya. O'zinikida buni turmaydi. Cobalt'ni bolalar bilan.